Yilini unchalik ahamiyati yo'q. Asosiysi probegi kamroq bo'lsin, sosteniyasi zo'r bo'lsin deydiganlar uchun bizda navbatdagi Cobalt avtomobili 2015-yilda ishlab chiqarilgan 4-paysi avtomat korobka, salondan bir qo'l haydalgan, bosib o'tgan masofasi probegi 130 ming kilometr. Mashina salondan chiqqandan beri faqat benzinda yurgan, mana ko'rishingiz mumkin. Gaz taqib yechilmagan, ideal holatda turibdi. Bagajni aytsak, balon, zapaska balon umuman ishlatilmagan, hali kraskalar bilan turibdi. R17 diametrli diskalar taqib qo'yilgan, balonlarning holati deyarli yangi holatda, hali bemalol ancha yursa bo'ladi. Kuzovi tekis holatda, qirilgan pachoq joylari umuman yo'q. Saloniga keladigan bo'lsak, juda ham akkuratli holatdagi salon, yaxshi chexol polikli taqib qo'yilgan, rul hali hollari bilan turibdi, yedirilib ketmagan. Video registrator o'rnatilgan, signalizatsiya Magicar emas, Starline o'rnatilgan ekan. Patolog oppoq holatda dog' bo'lib ketmagan, hidlanib ketmagan, akkuratli, приятный salon. Kraskasiga keladigan bo'lsak, oldi chap qanot yuzak sepilgan, kapotining uchida bir qarish shapaloqdek razmerda mana shu joyda pitnosi bor. Ichiga o'tmagan, suyaklari absolyutno but-butun holatda, motorni atsak ham chiroyli turibdi. Mashinamizda texnически hech qanaqa rasxodi yo'q, bemalol ustunligiga tekshirtirib olishingiz mumkin. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 8700 dollar. Mashina faqat naqd pulga sotiladi, faqat оформление bo'ladi, gen доверенность bo'lmaydi. Telefon raqamlarini video описаниесida va video kommentariyasida qoldiramiz. Qiziqqan aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Manzil Toshkent shahar. Videoni puli yuvoshroq, yili pastroq bo'lsa ham yaxshi Cobalt qidirib yurgan tanishlarga yuborib qo'yamiz.